Assalomu alaykum hurmatli Aziz Rahmon kanalini kuzatuvchi muxlislar, ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Bir hafta burun xatoni oqibati o'limi degan mavzuda bir hozirgi kundagi shu holatni sizlar muhokamalaringga qo'ydim. Ana shunga juda ko'p bir munosabatlar, izohlar yozilibdi. Shular haqida hozir shuni sizlar bilan bir muhokama qilishni lozim topdik. Ruxsat bersangiz. Avvalambor mana bugun 27-dekabr bo'ladigan bo'lsa, yangi yil kelishiga 3 kun 4 kun vaqt qoldi. Kelayotgan 2026 yangi yil bayramlari bilan chin dildan hammalaringni qutlayman. Oilaringizda tinchlik, xotirjamlik, halovat, hukmronlik bo'lsin. Shu 2025-yilda va shu kungacha orzulab kelgan, amalga oshmagan orzularing 2026-yilda oshsin. Endi bu yangi yil deganimga ham darrov munosabat bildiruvchilar chiqadi. Bu bizni bayramimiz emas, bu Rojdestvo, Xristos tug'ilgan kuniga bayram ruslarda va o'sha nasroniylar bayrami degan fikrlar bo'lishi mumkin. Juda ham to'g'ri. Lekin biz davlatda qonunda yashayapmiz. Butun dunyo etalonida mana shu 1-yanvardan 30-dekabrdan 1-yanvarga o'tar kechasi yangi yil deb qabul qilingan. Biz o'sha qonunga bo'ysunib shu asosda gapiryapmiz. Xo'p, bo'lmasam mavzuga o'tadigan bo'lsak, o'tgan hafta men o'sha o'z chiqishimda pasport olgandim va pasport olayotgan paytimda shuni o'zimni kadastr uy ro'yxatiga kiritishimda muammo chiqqanligini, ya'ni men o'lganligimni va o'lganligim uchun ro'yxatdan o'tkaza olmasligini aytgan edi. Bu haqida men ichki ishlar tumani bo'limiga arizamni murojaat etdim va tekshiruvlar olib borilyapti. Olib borilgan tekshiruvlar natijasi shunday bo'ldiki, borib o'sha tekshirayotgan ichki ishlar xodimi pasport stoliga borib o'sha birinchi kabinetga kirib shu holatni aniqlik kiritishda so'raganda kompyuter ochsa hamma yoq joyida turibdi ekanman, tirik ekanman. Ijtimoiy tarmoqqa qo'ygan kunima to'g'rilashib qo'yibdi. Lekin davom etyapti. O'sha xato qayerdan bo'lgan va kim tomonidan bo'lgan bu aniqlik kiritsa, bu haqida ham qandaydir ishlarimiz orasida sizlarga axborot berishga harakat qilamiz. Endi mana fikrdan boshlang. Anvar Shonosirov degan birodarimiz agar ismi shunday bo'ladigan bo'lsa 5 kun burun fikr bildirgan ekan. Insonni hayoti seni yoki boshqa blogerlarning kanaliga a'zo bo'lish bilan o'zgarmaydi. Kim o'zgaradi deyapti? Juda ham to'g'ri gapirgansiz birodar. Meni kanalimga men qachon kimga aytdimki a'zo bo'linglar, like bosinglar deb. Istasa a'zo bo'lsin. Men chunki juda ham kam chiqaman. Bir oyda bir marta, hatto 3 oyda bir marta chiqmay yo'qolib qolmasin degan odam obuna bo'lib qo'yadi. Bo'lmasam ixtiyori, hech kimdan so'ramayman. Mana shunday ham yetadi menga. Avvalambor bitta narsani ta'kidlab qo'yingki, men bloger emasman. Sababi, men shu Aziz Rahmon degan kanal ochganman. Sizlar bilan muloqot qilib turish yoki kun mavzusiga aylangan voqealarga shu munosabat bildirgan holda chiqib turaman xolos. Men hech qanday bloger emasman. Bloger bo'lish uchun qandaydir bir jurnalistik huquqqa ega bo'lgan hujjatim bo'lish kerak, qayerdandir ro'yxatga o'tish kerak va kimlarning muammosini, taqdirini hal qilishga yaqindan yordam berib har kuni yo'lda yurishimiz kerak. Mana Sirojdi Media, Otabek Jo'rayev, Shuhrat Esonov va boshqa Epik.uz, Kun.uz muxbirlariga o'xshab yurishimiz kerak. Men o'zim uyimdan chiqolmayman, menga blogerlikka nima bor? Lekin fikrlarimni bayon qilyapman. Mana endi shu fikrlardan bittasini hozir ochib olib ketamiz. Aytdi, inson hayoti seni yoki boshqa bloger kanaliga a'zo bo'lish bilan o'zgarmaydi. Unga hozir javobimni berdim. Lekin o'zgarmaydi. Shunday muomalalar chiqib qolsa to'g'ri xulosa qabul qiladi. Buning chiqishim menga azob bo'lsin deb chiqmadim. Endi shu birodarimiz Anvar Shonosirov birodarimiz yozyaptilar. Qani davomini ham nima qilib qo'yaylik. Endi otaxon bizning yoshimiz ham 70dan oshdi. Siznikini bilmayman. Barchamiz Allohning bir gunohkor bandasimiz. Qarigan chog'ingizda Alloh sizni yelkangizga ozgina muammo berib qo'yibdi. Uni dunyoga daston qilmasdan hal qilishingiz kerak xolos.
nima qilasiz boshqalarni munini qonatib? Boshqalarni aybini berkitgan va uzrini qabul qilgan bandalarini aybini berkitaman degan Allohning va'dasi bor. Yoshingiz mendan katta bo'lib aqllilik qilgan bo'lsam uzr. Men ham erkak inson bo'lib shu yoshgacha muammolarimni erkak bo'lib o'zim hal qilib kelganman. Hatto qo'shnilarimga ham aytmaganman. Oxirgi paytgacha uydan ko'chaga chiqmaydigan gaplarni ommaga chiqarib yotishdi, afsuslar bo'lsin. Endi bu sizning fikringizda. Bu yerda aybdor axtarganimiz yo'q. Men birovni aybdor ham deganim yo'q. Bu xatolik oddiy. Bir xayol paromish bo'lib qolib, shunday xatoni qilib qo'ydik. Bu xatoning oqibatlari nimalarga olib kelishlarini endi bundan yomon oqibatlarga olib kelib qolishi ham mumkin edi-da. Shu xatolikni qayta qilmaslik uchun shu qaysi tarmoq, aytaylik PXDyomi yoki sog'liqni saqlash bo'limimi, ichki ishlarmi yoki mana bu yagona darsha xodimlarimi qayta bo'lsa aniqlab to'g'rilab qo'yishdi va boshqalarga shunday xato qilmaslikni o'ylab chiqaman xolos. O'zimga avriy o'tkazib, layk o'tkazib yo boshqa qilmoqchi emasman. Undan yiroqman, birodar. Endi sizga haqqingiz bor bu fikr bildirishga. Endi sizga munosabatlar bildirilibdi-da bu yerda. 9 ta javob berilibdi endi. Hozir endi kerak bo'lsa ochib ko'ramiz javoblarni ham. Mana bu yerda men o'zim fikr bildirganman. Men to'g'ri tushunmaganingiz meni aybim emas. Birinchidan mening imkoniyatim cheklagan, yura olmayman. Keyin u ish bir idorada hal bo'lmaydigan. Uchinchidan shunday mas'uliyatsiz xodimlar boshqalarga nisbatan shunday qilmaydi deb kafolat bera olasizmi deb men bildiribman. Va menga endi G'ulom Nadir Fazilov degan odam, hurmatli Azizrahmon, barcha dinlarning eng mukammali bo'lgan islom mo'minlarga zulm bo'layotgan bunday nohaqlikdan bartaraf qilish uchun harakatlarni hech qachon malomat qilmaydi. Siz bir o'zingiz uchun jon kuydirganingiz yo'q. Bunaqa ko'rishlarni turli nohaqliklar to'lib toshyapti. Ularga befarq bo'lmaganingiz uchun sizga rahmat. Endi hamma o'z qarchi bilan o'lchaydi. Xuddi shunday rahmat sizga G'ulom Nadir Fazilov birodarimiz. Endi maytda Anvar Hasan o'zi beryapti. Hozir zolimlar davri emas, bu o'tkinchi dunyoda Alloh yaxshi insonlarga ham har doim yaxshi insonlarni ro'bara qiladi. Itfel insonlarga o'zidan battar itfel insonlarni ro'bara qiladi. Joynamozda xalqimizga Allohning yaxshiliklarini so'raydigan bir paytimizda kimlarni yomonlab yurish yaxshi emas. Bu o'tkinchi dunyoda insonlar nima qilsa ham o'zi uchun qiladi. Yaxshilik qilsa ham, yomonlik qilsa ham o'ziga qaytadi. Sizga kim aytyapti meni birovga yomonlik qildi deb? Endi bu yerga juda ko'p narsalar bularda aytaman, ochaman deydigan bo'lsam, misol uchun mana shu chiqishimda o'zimdagi ba'zi bir fikrlarni aytaman-da. Mana Ozodxon Saidova qayerdan bilmayman, agar ism familiyasi shunday bo'lsa, shu singlimizga oldiga MIF xodimlari kelibdiki, 12 million qarzdorligingiz mavjud, to'lamasangiz avtomobilingizni yoki mulklaringizga qaratamiz degan gaplarni aytibdi. 3 yil avval bo'lgan ekan bu voqea. Kim bu javob berdi? Qani o'sha dachani menga topib beringlar. 12 millionni to'lab men dachali bo'lib qolaman debdi-da. Bir ajoyib mavzular kelib chiqadi, mana bitta chiqishimlar orqasidan. Degan ekan, dachani topishib bera olmay, o'zlari lekin o'sha 12 million qarzdorlikni menimcha yo'q qilishibdi. Birovga yomonlik qilyaptimi shu ayollar? Boshiga uyga bostirib kelsa, bezovta qilsa, bunga nima deysiz? Endi Ra'no Allaqulova degan bir singlimiz 10 yil burun o'lgan o'g'li bazadan chiqmagan ekan. Endi albatta kam ta'minlangan oila ekan. Kam ta'minlangan oilalarga 1 million so'mdan shunaqa bir pul ajratilgan ekan. Borsa yo'q, seni o'g'ling bor mana degan ekan. Bazada yo'q, o'lgan bu 10 yil burun desa o'chirtirib ketibdi. Yagona darshaga xizmatiga borib o'chirtirib kelgandan keyin o'sha mahalla fuqarolar yig'inini mutasaddilari tanimabdi. Endi bu bizda hali
bizni nimamizga bazamizga kirgani yo'q. Natijada mana o'sha 1 million davlatimiz beminnat ajratgan puldan mosuvo bo'libdi. Boshqacha aytganda olinmabdi. Shu yaxshimi? Bu xalqning dardini gapiryapman ekanki men. Buni yashayapman ekanki. Xo'p. Yana bitta birodarimiz Bahodirjon, assalomu alaykum. Qalaysiz? Telefondan gaplashdik. Ishlaringiz joyida ketyapmi? Buni boshiga bir necha yildan baqa shu o'zini bir uzora qarindoshlari tomonidan muammochi o'zi tug'ilib o'sgan uyiga da'vo qilib, soxta ravishda kadastr hujjati qilib olib, endi buni uydan chiqarib yuborish, uyni o'ziga o'tkazish va uyni kimlargadir sotish haqida shunday bir harakat qilib yuribdi ekan bu tomondan. Lekin bu taslim bo'lmabdi. Qonundan yashaganligi hujjatlari qilib qayta sudga berib, uni bekor qilgizibdi. Undan keyin yana bir necha aytaylik apellyatsiyalar, kassatsiyalar bo'lib bekor bo'lgan. Hozir Oliy sudga da'vo ariza kiritib, yana uyda qaytarib olish haqida o'sha bir ayol. Mendan telefon qilib so'radi. Men aniq aytdimki, Oliy sud ham rad etadi. Qanday bo'lsa shunday qoladi. Nimaga ishonib aytyapsiz dedi. Buni aytmayman dedim. Sudyalar sirini fosh qilib yuborishim mumkin dedim. Men aniq aytaman. Siz tomonda haqiqat 99% o'zingizda qoladi. Sizni uydan hech kim chiqarib olmaydi dedim. Mana ko'ngli tinchib, yangi yil kunlarini bir chiroyli qilib o'tkazmoqchilar. Shu o'rinda bitta narsa, biz oddiy xalqimiz, omilimiz hozir siz aytgandek nima bo'pti, xato qildi deb yugurib yuraveramiz. Lekin kim xato qildi, nimaga xato qildi degan savolni qo'yamizmi o'zimizga? Bundan ancha yillar muqaddam, balkim 8 yildir, balkim 10 yildir Farg'ona shahardan bir bechora ayol ko'zda yosh bilan men uyimga keldi. Bu paytda sog'man, ko'chalarda yuraman. Ko'pchilik yordam so'rardi. Qancha advokatlar bilan ham boshqalar bilan ishi bitmay 5 yil yashagan uyini boshqa fuqaro kirib olib qo'yganini. Keyin sekin surishtirib bilsak, kadastr hujjati, uy ro'yxati, kommunal to'lovlar hammasi soliqlar joyida ketayotgan bir paytda uydan chiqarib yuborishdi. Men asl haqiqatni bilishga men o'rganib ko'rdim. O'rganib ko'rganda shunday bo'lganki, aynan o'sha uyda sotilgan uyning egasi vafot etganligi va bunga ishonchnoma va haligi generalniy davenniy berib foydalanib kelayotgan odam sotib Rossiyaga ketib borganini, undan kattagina pulni olib ketib borgandan keyin oradan 5 yil o'tib uyda haqiqiy egasi tirik ekan, qaytib kelib uydan bu bechorani chiqarib yuboribdi. Keyin hech qanaqa yordam berishimni iloji yo'q, shunday qoldim, uydan chiqib ketib uyga majbur bo'ldim. Sababi nima? Kimga qaratish kerak edi buni? O'shani oldi sotdi shartnomasini birinchi marta tayyorlab peshatbos tasdiqlab bergan notarius bo'ladimi? Albatta notarius bo'ladi. Notariusdan keyin o'sha uy joyi kadastr qiladi, boshqa qiladi. Undan keyin arxitektor degan narsa o'sha uy qanaqa uy, sinosida kim o'tiribdi, qanaqaligini bilib, u xulosa bergandan keyingina kadastr hujjati bo'lardi-da. Bo'lgan shular ham. Lekin keyingi odamda ham bo'lgan. Endi bosh aybdor kim bo'lyapti? Men aytyapman, bitta notarius bo'lgan. Pulni ot kallasiga oladi, qilib beraveradi. Keyin men so'zlashib yurganda birov o'sha notariusni og'ziga ham olmaydi. Yoqasidan ham tutmaydi. U yallo qilib o'ynab yuraveradi. Mana shunaqa holatlarda mana bugungi chiqishimizdan maqsad mana hali aytdim-a, o'sha men ijtimoiy tarmoqqa qo'ygan kunimoq tirilib qolgan, yana joy-joyga qo'yibdi. Lekin bu bilan tinchganimiz yo'q. Hurmatli shohsani hech kimni biz kuydirmoqchi ham emasmiz, dumini ham bosmoqchi emasmiz. Bunday voqealar juda ko'p. Shu voqealar takrorlanmasin. Xatolar oqibatida bitta oddiy tinch yashayotgan oila yoki bir nogiron yurib dardini birovga aytmay so'tma-so't yurmasin deb qilyapmiz xolos. Agar shu narsalar oldin olinsa shunday bo'ladi. Zero davlatimizni konstitutsiyasida har bir insonda huquq majburiyatlari belgilab qo'yilgan 30-moddada. 25-moddada hech kimning odamning hayoti Alloh tomonidan berilgan ne'mat, hech kim unga qarshi qilmasligini haqida gapirib qo'ygan. Yana ko'p moddalar bor-da.
yana meni sizlarga qiladigan murojaatim shu davom etadi to bizniki hal bo'lib topguncha uni aytaman. Sizlarda nima muammolaring bor? Kimda shunday holat hozir bo'lyapti? Qo'limizdan kelsa shuni mana efirga olib chiqamiz. Juda zukko olim odamlar, yuristlar bizni ko'radi, fikr bildiradi. Muammomizni bir chiroyli qonuniy hal qilishga imkon bo'lsa yordam beramiz. O'sha muammolaringizni bizni kanalimizga yozishingiz ham mumkin, Telegram kanaliga tashlashingiz ham mumkin yoki telefon qilib aytsangiz ham o'shanga qarab eshitamiz. Hozircha xayr, yangi yil hammalaringning eshiklaringga omad olib kelsin. Yanagi shu yil, shu kunlarda ham bir chiroyli klubimizda kulguni bir-birimizga uchrash nasib qilsin. Salomat bo'linglar.